Bismillahirrahmanirrahim. Sura Qasas. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tasim mim. Ta sim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. İman aytgan qavm uchun sana Musa va Fir'avn qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Şübhisiz ki Fir'avn Mısır zamanında zo'migarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani Isroilni bo'zak qildi. Ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatga selish uchun tirik qoldirdi. Fir'avn haqiqatan buzg'unchilardan edi. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Biz Mısır zamanida bo'zak qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'l boshchilardan qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga voris qilishni iroda qilamiz. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Ularni Mısır zamanida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'avnga, vaziri Hamonga va ularning qo'shiniga ular, ya'ni bo'zak qilinganlardan qo'rqadigan narsani, ya'ni Bani Isroilni Mısırga hükümran qilishni ko'rsatamiz. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Musa'nın anısıga ilham bilan bildirdik-ki, Musa'ni emitkin. Uning ziyonkashlikka uchrashidan qo'rqsang, uni sanduqqa selib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlag'in. Uni halok bo'larmikin deb qo'rqmag'in. Uning firoqidan qayg'urmag'in. Uni sana cho'qim qaytiramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Fir'avnning oilasidagilar Musoni oqibat o'zlariga dushman va xofiliqning manbasi qilish uchun Nil daryosidan suzib oldi. Shubhisizki Fir'avn, Haman va uning qo'shinlari xatolashgan edi. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Fir'avnning ayoli, bu bola menga va sana ko'z nuri, ya'ni xushallik bo'lsin. Uni o'ldirmanglar. Balki u bizga foyda yetkazar. Yoki uni o'g'il qilib olarmiz dedi. Holbuki ular Fir'avnning va uning yordamchilarining halokatining Musoning qo'lida bo'ladiganligini uqmaydi.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Musa'nın anısı, Musa'nın Firavun'un qoluga tushib qolganligini anglab, az hoşini yo'qotdi. Uning Allohning balini qaytirish va'dasiga ishonguvchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balini oshkorlab qo'yg'ili tos qolgan edi. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Onisi Musa'nın hamshirisiga xabarni uqish uchun Musaga agashkin dedi. Hamshirisi Musa'ni yiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tuymaydi. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Öz onisi kelishtin ilgiri Musa'ni süt emgüzgüçü ayollarının emetishidan to'sdiq. Musa'nın hamshirisi sizlarga Musa'ni obdan boqadigan bir oilani ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musa'ni ixlos bilan boqidi dedi. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Anısının xushal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilishi uchun biz Musa'ni uningga qaytirdik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaydi. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Musa o'sib yetilganda, aqli to'shqanda uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga mushundoq mukofot beramiz. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Musa shahar aholisidan hech kishini ko'rgili bo'lmaydigan bir vaqtda, ya'ni tushlik uyqudagi chog'da shaharga kirdi. U shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. O'z qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tilidi. Musa uni mush bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: "Bu shaytonning ishidir. Shubhisizki, shayton ozdirg'uchi oshkori dushmandir." قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin." Alloh uningga mag'firat qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Musa aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilganlik ne'mating sababi bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman." فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه
قال له موسى إنك لغوي مبين. Musa әтісі әтігенде, qorqunch ichida atrofiga qarab, shahar oralab yuratdi. Nagahon tunugin uningdan yordam tilagan odam bir qibdi bilan urushib turgan holda Musadan yana yordam tiladi. Musa uningga "Sen haqiqatan oshkora gumroh ishkansan" dedi. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Musa ikkisining o'rtaq dushmani bo'lgan odam, ya'ni Qibtiga qo'l uzatmoqchi bo'lganda yordam tilagan odam: "Ey Musa, sen tunugin bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan? Sen ziminda tuzuguvchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'migar bo'lishni xohlaysan" dedi. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Bir odam shaharning yiroq yeridan oldirab kelib: "Ey Musa, shubhisizki kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyotidi. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sana sodiq kishilardanman" dedi. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Musa qo'rqinch ichida atrofga boqqan holda shahardan chiqdi. U: "Ey Parvardigorim, meni zolim qavmdan qutqizgin" dedi. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. U Madyan tarafga yuzlangan chog'da Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin dedi. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Musa Madiyandagi bir buloqning yeniga kelganda mollarini so'g'irayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarini suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Musa ularga: "Sizlarga nima bo'ldi? Ya'ni qo'ylaringlarni suvdan to'sib turibsizlar-ku" dedi. Ular: "Podachilar qo'ylarini so'g'irib bo'lgandan keyin ondan biz so'g'irimiz. Otimiz bo'lsa yoshinib qolgan bo'vaydur" dedi. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Musa ularning qo'ylarini so'g'irib berdi. Ondan orqasiga burilib bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib: "Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj" dedi. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Ularning, ya'ni u ikki ayolning biri Musaning yeniga uyatchanlik bilan mengib kelib, "Qo'ylarimizni so'g'irib berganligingning haqqini berish uchun
otam seni rostli chaqirdi dedi. Musa uning, ya'ni Shuaybning qeshig'i kelib, ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb, qo'rqmag'in, zolim qavmdan qutulding dedi. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir. Kuchlik, ishonchlikdir." قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Yani Shuayb aytdi: "Manga 8 yil ishlab berishing badaliga sana bu 2 qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizib vassang, umi ixtiyoring. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Xudo xolisa, mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan." قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Musa aytdi: "Bu ikkimizning oramizdagi to'xtamdir. 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqizsam to'shqizay. Menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Alloh bizning so'zimizga guvohdir." فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liqroqi bo'lgan 10 yilni to'shqizgandan keyin ayolini elib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur teg'i tarafida o't ko'rdi. U ayoliga: "Shubhisizki, men Yiroqdan o't ko'rdim. U yerdan men sizlarga bir xabar elib kelay. Ya sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' elib kelay" dedi. Musa alayhissalom o'tning yeniga kelib, uning o't emas, nur ekanligini bildi. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Musa o'tning yeniga kelganda, vodining o'ng tarafining girbekiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan mundoq nido anglandi: "Ey Musa, sana so'z qilayotgan men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdirman. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Sen asangni tashlag'in. Musa Hassının go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda, orqasiga burilib qochdi. Kayniga qaramadi. Nido qilindiki: "Ey Musa, oldinga mang'in. Qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinchdan amin bo'lg'uchilardinsan." أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه
إنهم كانوا قوما فاسقين. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab oppoq bo'lib chiqadi. Qo'rqinchni dab'i qilish uchun qo'lingni yig'ib olg'in, ya'ni qo'yningga selib olg'in. Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga Parvardigoring tarafidan kelgan pokitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquchi fosiq qavm edi. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Qeyrindishim Harunning tili meningdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Allah aytdi: Qeyrindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga agashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Musa ularga bizning ro'shan mo'jizalarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqarilgan sehrdir. Bizning ota-bovlarimizning zamonida bundaq narsalarning borligini anglamagan edik dedi. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Musa aytdi: Parvardigorim o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zolimlar, ya'ni Allohga yolg'onni chaplag'uchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozona olmaydi. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Firavun aytdi: Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishiq xish pishirib, egiz bir bino solg'in. Men Musoning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir parvardigor bor degan davosida yolg'onchilardan gumon qilaman. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Firavun va uning qo'shini Misr zaminida zulm qilib iymon aytishga bo'yin tovliq qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qayta tirilish yo'q, hisob elinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Biz Fir'avnni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlab etdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilib etdik. Ulardan bir odammi saq qolgani yo'q. Ey Muhammad, zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarag'in. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Ularni biz dozaqqa ündaydigan peşvalar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar agishadigan kufrining boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dab'i qiladigan madadkor bo'lmaydi. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Ularga bu dunyoda la'natni agashtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Alloh, farishtalar va mo'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinguchilardir. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Şübihisiz ki biz Nuh'ның qavmi Ad, Samud va Lut'ның qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halak qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaz nasihat olsun deb Musaga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Ey Muhammad, biz G'arbiy tog'ning bir tarafida Musaga vahyi nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madyan aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turg'uchi bo'lguning yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Biz Tur teg'ining bir tarafida Musaga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendin ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning vaz nasihat elishi uchun Parvardigoring tarafidan nozil qilingan rahmatdir. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz, bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agishatdik
va mo'minlardan bo'latdiq demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdiq. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chog'da ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga nimishqa Musoga berilgan mo'jiza berilmadi dedi. Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizani inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qilguvchimiz dedi. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Aytdim ki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Allah tarafidan nozil bo'lgan teximi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga agishay. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Agar ular sana javob bermasa, bilgin ki ular faqat o'zlarining nafsi xohishiga agishidir. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafsi xohishiga agashgan kishidinmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Vaz nasihat olsun deb shubhisizki ularga Qur'onni uzildirmay tushirdik. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mo'minlari Qur'onga ishonadi. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Ularga Qur'on tilovat qilingan chog'da ular biz Qur'onga ishondik. Shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ularning qilgan sabr toqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin. Biz nodonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. İnnaka la tahdi man ahbabta walakinnalloha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Şübihəsizki, sen xohlagan odamingni hidoyat qilolmaysan. Lekin Allah o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah hidoyat topquchilarni obdan biladi. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ular, agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergashadigan bo'lsak, zeminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tej haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turlik mevalarning hammasi keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayib sopoliq turmush kechiratdi. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozgina vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol mulki va yurtiga biz varislik qildik. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmigicha shaharlarni halok qilg'uchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmagicha shaharlarni halok qilg'uchimi bo'lmadik. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Sizlarga qandoq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohidagi savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Biz yaxshi va'dini qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandırgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Shu kuni Allah ularga, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Parvardigorimiz, biz sening yo'lingdan ozdirganlarni, ya'ni agashkuchilarimizni o'zimiz ozg'andak ozdirdik. Parvardigorimiz, ulardan yiroqlashib, sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi. Faqat nafsi xohishlariga ibodat qiladi deyishidi.
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan hamon ular sherik keltirgan ma'budlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. U kunda Allah ularga nido qilib aytadi. Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. U kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Tavba qilgan, iymon aytgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishguchilardan bo'lishi umidlikdir. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah mahluqotidan xoliqini yaratadi. Xoligan odamni payg'ambarlikka tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas. Allah pokdir. Ularning sherik keltirganlaridan ustundir. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Parvardigoring ularning dillarida yoshirin tutqanlarini va eg'izlarida deganlarini bilib turadi. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. U Allah'tır. Onundan bölek hiç mabud berhaq yoktur. Dünya ve ahirette cimi hamdu sana Allah'a mensuptur. Hüküm çıkarış Allah'a mensuptur. Sizler Allah'ın dergahıga kaytırılısılar. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Eytip beqinglarçı. Eğer Allah keçini sizler üçün kıyamet günügeçe so'zadigan bolsa, Allah'tan bölek qaysi ilah sizlarga yo'riqliq elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degin. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Eytip beqinglarçı. Eğer Allah kündüzni sizler üçün kıyamet günügeçe so'zadigan bolsa, Allah'tan bölek qaysi ilah sizlerge aram elişinglar üçün keçini elip kelalaydi? Sizler körmemsizlar degin. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sizlerni keçide aram olsun. Kündüzde hayatlık yolunda hareketlenip, Allah'ın fazlini talep kılsın ve Allah'ın nimetlerine şükür kılsın dep, sizler üçün keçi bilen kündüzni yaratışı Allah'ın rahmetidendir. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. O günde Allah ularga nida kılıp,
sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Biz her ümmetin ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqaramiz. Pokitinglarni keltiringlar deymiz. Ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini ondan biladi. Ularning o'ydirib chiqqan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Qarun haqiqatan Musa'nın qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinalardan shu qadar ko'p bergan edikki, ularning oshqishlarini ko'tirish kuchlik bir jamoagimu haqiqatan ig'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma. Alloh haqiqatan ko'ranglab ketguchilarni do'st tutmaydi." وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah sana bergen boylik bilan oxirat yurtini tilegin. Dunyodagi nesivangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilimigin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Qarun mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikka erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texmi kuchlik, to'plagan meli texmi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Allah buni bilganligi uchun hojatsizdir. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Qarun öz qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqdi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar, koshki bizga Qarunga berilgan boylik berilsa-chu. U haqiqatan dunyolikdan cho'ng nesibiga ega ekan dedi. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. İlimli kishilar, voy sizlarga! Iymon aytgan va yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. U savob faqat sabr qilguvchilarga beriladi dedi. فخسفنا به وبداره الأرض
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yotqizdik. Uningdan Allohning azobini dab'i qiladigan bir jamoa bo'lmadi. Qarun o'zini qo'g'diy olmadi. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Tünügün texi Qarunning darajasini orzu qilganlar deyishdiki, "Pah, ko'rdingmi? Alloh bandalaridan xohlagan odamning rizqini keng qiladi ekan. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi ekan. Alloh bizga marhamat qilmagan, ya'ni orzu qilganimizni bergan bo'lsa edi, bizni albatta yer yutatdi. Voy ko'rdingmi? Kafirlar nijot topmaydi." تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ani shu oxirat yurtini yer yuzida cho'ngchilik qilishni va buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildik. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Kimki yaxshi ish qilgan ishkan, u qilgan ishlaridanmi yaxshi mukofotga, ya'ni qilgan yaxshiligidan necha hassa ortiq savobga erishadi. Kimki yomon ish qiladi ekan, yomon ish qilganlarga faqat qilgan ishlariga yarasha jazo beriladi. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Sana Qur'onni, yani uni tabliğ qilishni va uning ahkomiga amal qilishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytaradi. Aytqinki, kimning hidoyat elib kelganligini, kimning ochiq gumrohlikda ishkanligini Parvardigorim hammadan obdan biladi. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan edi. Faqat Parvardigoring rahmat qilib, sana uni nozil qildi. Kofirlarga yordamchi bo'lmagin. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Sana Allah'ның ayetleri nazil kılıngandan keyin, u ayetlerge amel kılıştın, kafirlar seni tosmusun. Parvardigarınga, yani uni bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Hargizmi mushriklardan bo'lmagin, ya'ni ularning nafsi xohishlariga moslashmagin. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه
له الحكم وإليه ترجعون. Allohga qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allohning zotidan boshqa barliq narsa yo'qiladi. Mahluqotda ijro bo'ladigan hukm faqat Allohga xosdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilib